Sherikchilikda juda ko'p kuygan joyim ham bo'lgan. Bitta loyihada sherik bo'lganmiz. U yerda 3 kishi bo'lganda, men, bitta o'rtog'im, yana bitta investor bo'lgan. Boshida ishga aralashmasligiga kelishdik. Ko'p anaqa savol beruvdilar-da. O'rtog'imga yoqmasdi boshida. Pul tutgan odam tomonidan qarasa to'g'ri xavotir olayotgan bo'lishi mumkin, lekin balki bu jarayondir. O'rtog'im shu sohani tushunadigan bola edi, misol. Kelisha olmadik, oldimizga shart qo'yildi, yoki pul berasiz, yoki biznesga chiqib ketasiz. Shuni tashlab chiqib ketdik. 1,5 yil mehnat qildik. Bu bizning xatoyimiz. Boshida kelishuvni puxta qilib qo'yishimiz kerak. Sherikchilik oshni iti emas degan maqol men shu to'qima maqol deb o'ylayman. Chunki amalda unaqa emas. Men naborot o'zim nimadir qilganimda ko'proq o'xshamagan, lekin sherikchilikda qilgan ishlarim shunaqa baraka ko'p zo'r bo'lib ketgan. Ko'pida. Mana bittasi. Jahongir Ortiqxo'jayev bilan sherikchilikda bo'lgan. Ikki inson yaxshi niyatda bismillah deb boshladi sherikchilikni. Birinchi yilgi planimiz 300 ta o'quvchi bo'lgan. Yil davomida 500 ta qilishimiz kerak bo'lgan. Alloh barakasi bilan 730 ta o'quvchi chiqqanmiz. Bu qayerdan deb o'ylaysiz? sherikchilikning ham barakasi. Sherikchilikning barakasi cho'g'asi. Assalomu alaykum, hormanglar. Hammaga assalomu alaykum. Keyingi suhbatimizda hammanglar bilan birgalikda ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Har doimgidek biz gaplashamiz. Siz uchinchimiz bo'lib ko'rasiz, eshitasiz, fikrlaringizni faqat men hozir sizning nomingizdan bo'liga beryapman. O'zingiznikini yana qo'shimchalar olib ketgan bo'lsa, izohlarda albatta yozib qoldirasiz. Demak, bugungi mavzu Nima haqida gaplashamiz endi Asrorbek? bugun zo'r mavzu tayyorlab qo'yganman. Xo'sh. Tadbirkorlikni minuslari, ya'ni anaqa hamma biznes qilishi, tadbirkor bo'lishi, misol ko'p pul topishi, katta oborotlar qilishni xohlaydi. O'zi bu ishga kirayotgan odamlar nimalarga tayyor bo'lishi kerak? Bu yoqdan qaraganda ko'rinmaydigan tomonlari nimalar bor o'zi va muvaffaqiyatsiz tadbirkorlikka nimalar sabab bo'ladi? Muvaffaqiyatli tadbirkor bo'lganingizda ham sizni oldinda nima qiyinchiliklar kutib turibdi degan savolga javob bersa yaxshi bo'lardi. Mana shu biznes qilmoqchi bo'lib yurganlar boshqalarga ancha odamga foydali ham bo'lib ketadi. Endi mana oxirgi yillarda tadbirkorlik qanaqadir ma'noda bir ommalashyapti. Ko'pchilik o'zini tadbirkorlikni sinab ko'rgisi kelyapti. Sababi mana 2016-yildan keyin haqiqatda biz ham tadbirkor bo'lib ko'rdik, ijobiy o'zgarishlar bo'ldi O'zbekistonda. Mana prezidentimiz kelganlaridan keyin haqiqatda tadbirkorlar uchun juda ham ko'p qulayliklar yaratildi va shunaqa davrga kelib qoldikki, ko'p narsa insonni shu to'g'ri qilgan xatti-harakatlariga bog'liq bo'lib qoldi. Endi misol uchun tadbirkor nimalarga tayyor turishimiz kerak desa, bu turli xil boyagi mamlakatlardan kelib chiqdi. Men imkoniyatlar to'g'risida gapirdim. Mamlakatlardan kelib chiqib, bizani boyagi nimaga tayyor turishimiz har xil bo'lishi mumkin. Misol uchun siz Meksikada biznes qilmoqchi bo'lsangiz, u yerdagi kartellar bilan kelishga tayyor turishingiz kerak. Tushunasizmi? Qaysi mamlakatda misol uchun o'ta kuchli boyagi tizimga tayyor turishingiz kerak. Qaysi mamlakatda, mana O'zbekistonda misol uchun byurokratiya bo'lishi mumkin. Germaniyada rosa kuchli shunaqa. Qaysi mamlakatda o'ta katta naloglarga tayyor turishingiz mumkin. Mana O'zbekiston holatida ham o'ziga yarasha qiyinchiliklar bor. Endi buni misol uchun o'sha bozor tomonlama, mamlakat tomonlama aytadigan bo'lsak-da, endi bunga ko'p holatda ta'sir o'tkaza olmaymiz. Endi o'zimiz ta'sir o'tkazadigan narsaga e'tibor berishimiz kerak. Avvalambor mana endi buni misol uchun tadbirkor odam albatta bir narsani tushunish kerakki, u shunaqa yo'lni tanladiki, u yerda risk katta, yo'qotadigan narsa katta, mas'uliyat katta, lekin yutuq ham katta. Tushunasizmi? Ya'ni misol uchun endi yutuqni hamma biladi, tadbirkorlik bu moliyaviy erkinlikka olib borishi mumkin. O'zingizni qanaqadir bir misol uchun maqsadlaringizga erishishingizga olib kelishi mumkin. Juda ko'p misol uchun orzularingiz amalga oshishiga olib kelishi mumkin, moddiy orzular albatta. Lekin shu bilan birgalikda katta yo'qotishlarga, qiyinchiliklarga, stresslarga tayyor turishimiz kerak. Bundan oldingi bitta suhbatimizda gaplashgandik, boyagi inson misol uchun moliyaviy tomondan erkin bo'lishi yoki bir qanaqadir darajaga chiqmoqchi bo'lsa, bir nechta yo'llar bor edi. Bittasi xodim bo'lib mutaxassis bo'lish, yana bittasi freelancer bo'lish misol uchun, yana bittasi tadbirkorlik bo'lish. Shunaqa. Endi misol solishtiradigan bo'lsak, bunda xodimlikda risk kamroq, shunga nisbatan yutuqlari ham kamroq bo'lishi mumkin. Tadbirkorlikda risk ko'proq, shunga nisbatan shunga yarasha yutuqlari ham katta bo'lishi mumkin. Endi qarang, o'sha risk, yo'qotishlar, stresslar, boshqalar katta, shunga yarasha topiladigan narsa ham katta deb aytilyapti-ku. Shunaqa. Topiladigan narsa kattaligini ko'pchilik tasavvur qila oladi-da. Chunki hammaning orzulari bor, mamlakatga tadbirkorlik orqali borsam bo'ladi. Lekin yo'qotilinadigan narsalar, stresslar nima degan savol kelib chiqadi. Nima o'sha, nimaga men almashishim kerak? Nima bilan men anaqa to'layman, bunga badalini to'layman degan bitta
savol turibdi, uni prosta katta deb aytib ketsa tushunarsiz. Endi men misol uchun buni men o'ylayman o'zimni misolimdan bir keltirib bersam, ya'ni teoriyadagi narsa emas, balki o'zimda bo'lgan ishlar. Как раз o'sha narsalar bilan aytishingiz kerak. Bo'lgan voqealar bilan o'sha almashgan, yutqizgan, o'xshamagan, o'sha stress olib kelgan narsalarni endi aytib bering-ku. Mana misol uchun biznes boshlaganda bir eng katta bitta xatolarimdan bittasi shunaqa bo'lganki, men moliyani uncha tushunmas edim. Matematikani yaxshi bilardim, lekin moliyani tushunmas edim. Va shu uchun menimcha buni ko'pchilik tadbirkorlar ham o'zida o'tkazgan bo'lishi mumkin, chunki juda ko'p uchraydigan holat. Kassadagi pulni tushunmi, men foyda deb o'ylaganman. Boshidan shunaqa bo'lib kelgan. Misol uchun kassada pul bor, qaramma oy o'rtasida vроде xarajatlarni qilib bo'ldim, ozgina pul qolyapti. Demak, mana shu meni foydam deb olib turib shuni ishlatishni boshlaganman. Va bu narsani men bir boshlab, endi ketiga ulab, davom etdi. Misol uchun sayohatlarga chiqishni boshlaganman, sayohatlar ko'payib qolgan, qanaqadir misol uchun keyin xarajatlar ko'payib qolgan. Qarasam, boshlanishiga yomon emas. Hayot yaxshi. Yaxshi ketyapti. Endi bundan buyog'i shunaqa bo'lsa kerak degan bir tushuncha bo'lib qolgan. Keyin karantindan oldin 2018 oxiri 19larda qarayapman, oy boshida pul yetmayapti. Ya'ni qanaqa ma'noda? Misol uchun mana aprel tugadi, may boshida turibman, lekin aprelda qilingan ishlarni, xarajatlarni puli mayda kassada yo'q. Tushunasiz? Ya'ni men hali xarajatlarni hammasini yopmasdan turib, kassadagi pulni o'zimniki deb ishlatib yuborganman. Va buni ishlatib yurganman. Yillar davomida bu narsa yig'ilib kassada katta o'rtada bo'shliq paydo bo'lgan. Buni rusulda kassiy razriv deydi. Uzilish paydo bo'lgan kassada. Ya'ni misol uchun aprel oyida siz 100 so'm tushum qildingiz va uni 80 so'mi xarajatingiz. 20 so'mi foydangiz. Endi uni to'g'ri hisoblagan odam biladi, 20 dan ko'p ishlatish mumkin emas. Lekin hisob-kitob bilmagan odam oy o'rtasida 50 so'm kassada bo'lsa, 50 so'm pulim deb o'ylaydi. Va uni ishlatishni boshlaydi. Meniki deb o'ylaydi-da. Tushunasiz? Misol uchun oyi bosh kelgandan keyin 50 so'mi 30 so'mi bor-u, arenda edi, naloglaydi, oylikning bir qismi edi. O'sha narsaga e'tibor bermay qo'yish mumkin. Tushunasiz? Keyin borib mana shu narsa yig'ilib kassadagi uzilish paydo bo'ladi va shu darajaga yetganki, bunaqa uzilishlar pikida 1 milliarddan ko'p bo'lgan. So'mda. O'shanda 100 mingga yaqinroq, 90 ming, 100 ming o'sha paytda dollar bilan hisoblasa 100 ming atrofidagi pul bo'lgan. Shunga kelib qolgan. Ya'ni men shu darajada palapartish boyagi boshqarganmanki moliyani. Moliyachi bo'lmaganim uchun ham. Shuna holat kelib qolgan. Endi buni misol uchun men risk oldimmi, men tadbirkorlikka kirdim. Endi men bunisiga ham turib berishim kerak. Endi buni joyiga qo'yish kerak. Endi men nimani sotsam ham, mana shu narsani joyiga qo'yib qo'yishim kerak. Tushunasiz? Yoki siz bu uchun tashqaridan pul olib kirishingiz kerak. Cho'nchagingizdan pul olib nimangizdir sotib turib kassaga qo'shasiz. Bo'lmasa biznes o'sha sog'lom bo'lmaydi o'sha. O'sha siz misol uchun riskka qarab ketyapsiz. Mana shu bankrotlikning boshlanishi. Bor mana shu kassa shu darajada uzayib ketdi, 2-3 oylab pul yetmay qoladi-yu, bo'ldi shu bilan tamom bo'ladi biznes. Tushunasiz? Bu juda xavfli zonada, bunga kirmagan yaxshi. Endi biznesda bo'lib turadi, misol uchun yo'l-yo'lakay bo'ladi, lekin bu darajada o'tkazib yuborish kerak emas. Ya'ni siz bir oylik tushumingizdan ham oshib ketsa, o'sha bu juda katta risk deganda. Keyin shunaqa bo'ldi, tushundimki, men katta muammoning ichidaman. Chunki hozir pul olyapsam, pul yo'q. Men hamma narsani, ko'p narsani, sayohat va hokazo boshqa narsa ishlatib o'rganman. O'zim uchun ishlatib o'rganman. Bir misol uchun bu nimadir olib qo'yganman, tushunasiz? Sotadigan narsa ham yo'q. Nima qildingiz keyin mana shunaqa yurib karantinga kirib qoldik. Bu keyin mana shu boyagi 100 mingga yaqin summa karantinda karra oshib ketdi. Arenda bor, oylik bor, boshqa bor. Hamma narsa yig'ilib o'zi bo'lib ham shu karantinga yaqin shu narsalar boshlandi va karantinda karra oshib ketib, bu narsa bir 500 mingga borib qoldi. Tushunasiz? Qarz hammasini qo'shgan, endi karantinda nima qilasiz? Karantinda misol uchun maksimal qayerdan pul topsiz? Undan oldin tushganini hisobi bilan yopilib turibdi. Endi o'sha ham tushmayapti, tushunasizmi? Endi misol uchun siz qarzdorsiz, misol uchun arendadan qarz bor, xodimlardan qarz bor, bundan qarz bor. Mana shu narsa yig'ilib o'sha katta bitta summaga aylandi. Mana misol uchun biz tadbirkorlikni yaxshi tomoni haqida gapirganimizda, mana shunaqa joylariga ham tayyor turishimiz kerak, tushunasiz? Mana shu paytda turib berishingiz kerak. Nimaga? Chunki biznesni
egasisiz-ku. Endi bu yerda mana kamomatlarni yopishga o'zi turib berishingiz kerak edi. Nima qilib bo'lmasin? Endi Tushunasiz? turib bera olsangiz, turib berdingiz. Turib bera olmasangiz, ketdingiz-da, to'g'rimi? Xudo saqlasin, endi qanaqadir bir o'zi xohlamagan yakun bilan yakun topishi mumkin-da. Endi misol uchun biz niyatingiz to'g'ri bo'lgan farqi yo'q, taqdirda ham o'sha farqi yo'q. Niyatingiz to'g'ri bo'lgan taqdirda ham, lekin baribir siz mas'uliyatda bu o'ziga yarasha. chunki Xodimlar egasizda. xodimlarmi misol uchun qanaqadir hamkorlar bo'lishi mumkin yoki misol uchun o'sha ijaraga olgan joylaringiz hammani oldida mijozdan oldida siz mas'uliyat olasiz o'zingiz tadbirkor sifatida. Tushunasizmi? Endi misol uchun ba'zi payt aytishimiz mumkin, mana tadbirkorlik bo'lib turib, buni mashina oldi, uy oldi va hokazo boshqa ishlar qildi deyishimiz mumkin-da, lekin mana shunaqa paytlarda hech kimga bildirmasdan turib bergan joylari bo'ladi o'sha tadbirkorlar. Tushunasizmi? Endi 500 ming minus kirib qolganingizda necha yosh edingiz? 26. Necha yoshsiz? Hozir 28 ga to'laman. Mana shu yil. Sizdan kichkina bo'lgan ekan. Mana shu yil 28 to'laman, xudo xolasa. 26 yoshda 500 ming lekin sal og'ritadi, aka. Ko'ngilni og'ritib qo'yadi lekin. Endi nafaqat ko'ngilni og'ritadi, balki yuragingizni ham og'ritadi. Endi o'ziga yarasha shunaqa sinov bor ekan boshimizda. Keyin alhamdulillah keyin o'shandan keyin karantin yechildi. Karantindan keyin o'sha belni qattiq bog'lab, yenglarni shimarib ishga kirishdik. Hamma narsani yig'ishtirib, faqatgina fokusimizni ishga berib, har oy misqollab yig'ib hamma qarzdan sekin Xudoga shukr 2 yil deganda alhamdulillah hamma qarzlarni o'zib yuborgan. Hech kimdan qarz qolmadi. Yo'q. Hammasini o'zib yuborib, keyin mana misol uchun mana shu qarang, mana location davomida mana shu turib berasiz oxirida. Keyin 2 yil o'tgandan keyin shunday qarz uzganmiz-da. Alhamdulillah keyin o'sha ancha anaqa qilib yelkamizga shamol tegib, ko'kragimizga shamol tegib, keyin shunday avtosalonga borganman-da, Berunidagi. Shunday yangi Malibu olganman. Shunday onamga sovg'a qilganman. Mana shu men uchun bir anaqani, mana shu qiyinchiliklarning oxiridagi bir yaxshilik, ezguligi bo'lganda. Ya'ni misol uchun o'sha paytda hatto onam mashinalari bo'ldi, o'shani ham sotishga anaqa qilganlar-da. O'g'lim misol uchun to'g'ri kelgan. Bunaqa paytda anaqa qilamiz deb. Endi ular bilmaganlar ham, lekin shu yordam sifatida misol uchun endi bu darajada vaziyatligini hech kim bilmagan. Alhamdulillah hozir ancha vaqt o'tib ketdi. Hech kim bilmagan, lekin o'sha paytda nima deydi, onam bilmagan taqdirlarda ham o'sha jentralari bo'lardi. Uni ham o'zim sovg'a qilgandim. O'shani ham sotib anaqa qilishga rozi bo'lganlar. Moqchi bo'lganim shuni mukofot sifatida ham keyin niyat qilib qo'ygandim. Onamga shunaqa mashina sovg'a qilishni, shunaqa sovg'a qilganman. Qoyil. Ya'ni tadbirkorlikda mana shunaqa past balandliklari bo'lishi mumkin. Endi misol uchun agar siz bu narsaga tayyor bo'lmasangiz, chunki bu bilmaysizda chiqib keta olasizmi yo'qmi? Men ham boshida bilmaganman. Bu darajada yomon bo'lib ketishini. Lekin bu menga boyagi million dollarlik xatolar deydi, darsa deydi, shunaqa xato bo'lganda. Azgina-azginada 500 ming bo'lib qolgan ekanda. Azgina ham emas ekanda. Shunaqa Endi bo'lgan. mana hozir videoni ko'rayotganligi savolda, eng katta qarz olgan summangizni eslab ko'ring-da, necha pul bo'lgan? Men o'zim ham eslayapman. O'shanga qanaqa siqilganingizni, qanaqa o'ylaganingizni, ana odam tirab turganda ichingizdan nimalar o'tganini, nima qilib berib yuborish haqida o'ylaganingizni bitta endi o'ylab ko'ring. O'shani endi xuddi shuni anaqasida 500 ming dollar tasavvur qilib ko'ring. U qarzni bitta odam emas, bir nechta o'sha joylarga bo'lib berish kerak bo'lsa, bir nechta joylardan so'ralsa, ancha endi bu katta mas'uliyat, katta risk, shu bilan birgalikda katta o'sha to'lovga bu narsa menimcha sababchi bo'lib qoladi. Endi bu yerda mana misol uchun mana shu yerda boyagi endi biznesdagi bu risk deb aytdik. Shunisiga ham tayyor turishimiz kerak. Ya'ni o'zgarish yutug'i ham bo'lishi mumkin, lekin bu bitta yilda bittada o'xshaydi degani emas. Bu ham misol uchun kimdirda o'xshaydi, kimdirda o'xshamaydi misol uchun. Endi hammani shu anaqasiga qarabdi, peshonasi nima bo'lsa shuni ko'radi. Endi alhamdulillah biz mana shunaqa vaziyatga tushsak ham bir amallab Allohdan so'rab, lekin niyat qarzni qaytarish bo'lganda, agar misol uchun kimdir olib turib o'zini paysalga solib yursa, chayvoraman desa, misol uchun unaqa qilaman desa baraka kelmaydi. Kimdir misol yo'q, men nima qilib bo'lmasin qaytaraman deb turib haqiqatda qo'liga pul tushsa, shuni olib borib beradigan darajada xohishi bo'lsa, Alloh baraka berib qo'yadi, shundan hal bo'lib ketadi. Endi men bu o'zimdan kelib chiqib qilgan xulosa. Zato bahonada o'sha paytda Cambridge o'quv tizimini ishlarni rivojlantirish o'shanaqa bo'lgan, chunki zo'r qo'yib oldinglar. Shu bilan keyin qolgan qarzdan qutulgandan keyin pul faqat o'sha foydaga qoladigan bo'lgandi. Shunaqa. O'zi umuman misol uchun karantin oldingi davr, mana shunga yetib keladigan davrni qarasak, misol uchun men biznesda shu tajribasizlik qilganman, sal pala-past boshqarilgan, boyagi moliya ham tushunmaganman, xarajatlar va hokazo, va undan keyin bunaqa
sovug'idan yeganingizdan keyin o'sha boyagi og'zi kuygan xatuni ham puflab ichadi deydi-yu, qarab turib, tizimga e'tibor berib, har bitta joyini qarab, nimalar qilishimiz kerak va hokazo qilib, shu jamoadoshlar bilan baraka topishsin, birgalikda keyin yana qaytadan shu tizimlashtirib yana yo'lga qo'yishimiz amalga oshganda. Pul menikimi o'zi, men ishlatishim kerakmi, ishlatsam Hozir bo'ladimi? o'ta hozir shunaqa misol uchun holatga kelganmizki, moliyada men pul so'rayman. Maylimi deyman olsam. Ular yo'q desa olmayman. Olmaysiz. Bu hozircha yo'q ekan. Ha, uzr, men bera olmayman deydi. Men shu tingda turibdi, tashlab ber deya olmayman. U aytadi, moliya aytadi misol, yo'q, uzr, men deydi, ana qila olmayman. Bera olmayman, chunki buni hozir ishlatsak, mana bunaqa ahvolga tushishimiz mumkin. Men to'xtayman o'sha payt. Chunki sovg'idan yeganman-da, tushunasizmi? Men aytmoqchi bo'lganim mana tadbirkorlikdagi endi bu holat menimcha ko'p tadbirkorlarda bo'lgan. Chunki biznesga kirdingizmi, risklari bor. Qaysidir paytda misol uchun qarzga kirishingiz mumkin, ishlar o'xshamay qolishi mumkin. Bu endi o'sha peshonada borini ko'ramiz-da. Lekin siz shu narsaga tayyor turishingiz kerakki, shu biznesga kirdingiz hammasi silliq bo'lib ketadi degani emas. Shunga tayyor bo'lsangiz, misol uchun, mana tayyor bo'lsangiz, yurish kerak-da oldinga qarab. Tushundim. Pul tomonlamadagi qiyinchiliklari tushunarli. Endi jamoa boshqaruvi, xodimlar motivatsiyasi, ular bilan birga kelishib ishlash, jamoaviy natijalar qilish, ularni ushlab turish, ularga oylik yetkazish, ularni rozi qilish degan joylari bor. U tomonlarda nimalarga tayyor turish kerak? Endi mana jamoa boshqarish bu asosiy o'sha rahbar qiladigan ishda. Chunki biznesni siz hech qachon o'zingiz qilmaysiz. Har doim jamoangiz bilan qilasiz. Endi hozir AIlar bilan balki o'zingizdan nimadir qilishingiz mumkin, lekin katta biznes qilmoqchi bo'lsangiz, albatta o'sha insonlar kerak. Insonlar bilan birgalikda biznes quriladi-da. Va o'sha paytda aytaylik, siz shakllantirishingiz kerak bo'lgan ko'nikmalarning eng muhimlaridan biri bu insonlar bilan muloqot va ularni boshqarish ko'nikmasi. Chunki mana misol uchun kuchli jamoa qilmoqchi bo'lsangiz, kuchli insonlar aqlli bo'ladi. O'zining sohasi yetak, o'zining fikrini aytadigan bo'ladi va siz "Men buni qil" deb buyruq bera olmaysiz. Ular sizga aytadi. "Men buni qilishimiz kerak" deydi. Nima deysiz shunga deydi, tushunasizmi? Ya'ni shunaqa insonlar. Endi bu misol uchun boshlanishda kichkina jamoa qilasiz. Sekin-sekin uni kuchaytirib borasiz. Va mana shu jarayonda misol uchun qanaqa odam tanlashingizni o'zi ham bitta muhim ishlardan bittasi. Keyin tanlangan odamlar birga ishlatish ham muhim ishlardan bittasi. Misol uchun shunaqa paytlar bo'lgan, men o'zim qilgan xatolardan misol uchun noto'g'ri insonlar noto'g'ri pozitsiyalarga qo'yganman-da. Va noto'g'ri kelishuvlar qilganman. Oylikni kelishganda, misol uchun bo'yi bonuslarni kelishganda, keraksiz narsalarga bonuslar qo'yishim hisobiga shunaqa davr bo'lganki, biznes zararda, lekin xodimga bir 30-40 million berishimiz kerak. Tushunasizmi? Chunki men bitta xodimning bonusini tushimdan belgilab qo'yganman. Tushunasizmi? Bu degani xodimni garantirованный oyiga 30 million, 40 million bonusi bor degani, tushunasizmi? Men uni qachon tushunganman, qarayapman, achut chiqyapti, biz minusdamiz, kassada pul yo'q, lekin men xodimga hozir bonus berishim kerak. 30 million, 40 million, tushunasizmi? Mana shunaqalar, mana shunaqa xatolar qilganingizdan keyin wow deysiz-da. Bu xato ekan deysiz, tushunasizmi? Men lekin shu qarorni o'zim qabul qilganman. To'g'ri deb o'ylaganman. Tushunasizmi? Mana shunaqa holatlar bo'lganda. Xom hisoblayotganda shu yo'lda anaqa ketib qolgan ekan, xato ketib qolgan ekan. Shunaqa noto'g'ri kelish. Endi bu narsa nimaga sabab bo'lgan? Misol uchun keyin xodim aytaylik, men ko'rib turibman, noto'g'ri kelish, endi kelishuvni o'zgartirib ham bo'lmaydi, tushunasizmi? Keyin misol uchun taqdir taqozosi bilan xodim ishdan ketgan, shu bilan tushunganmanki, bundan buyog'iga misol uchun bunaqa qilib bo'lmaydi. Kelishuvlarni puxta qilish kerak, kelishuv, tushunasizmi? Misol uchun juda ko'p muammolar O'zbekiston bozorida ham biz eshitib qolamiz, quloqimizga chalinadi. O'zimizda ham shunaqa muammolar bo'lgan. Yo'l-yo'lakay kelishuvdan bo'ladi. Oylik qancha? Menimchagacha qilib beraman. Ayol xodim o'ylaydi, demayman, misol uchun oylik 5 million, 10 milliongacha topsang bo'ladi. Xodim o'ylaydi, demayman 10 million topaman deb o'ylaydi. Rahbar o'ylaydi, 10 million qilish juda qiyin, shu 5-6 million topadi deb o'ylashi mumkin, tushunasizmi? Yo'l-yo'lakay kelishuv hisobiga nizo kelib chiqadi o'rtada. Nimaga xodimni kutuvi 10 million. Biznes egasining kutuvi 6-7 million, tushunasizmi? Shuning uchun eng muhim men o'rgangan narsalardan bittasi, har bitta xodim bilan maksimal darajada shaffof kelishuv qilib olish kerak. To'g'ri, ochiq. Bo'ldi, keyin gaplashamiz, sen ishga chiqaver, keyin hal qilamiz emas. Yo'q, hozir hammasini kelishamiz, qog'ozga tushiramiz, yozamiz va undan keyin ish boshlaysan degan rejimga o'tish kerak-da. Tushunasizmi? Mana shu narsalarni misol uchun biz o'zimizni xodimlar bilan boshqarishdagi xatolardan keyin tushunganmiz. Yaxshi xodimlar kelishuv noto'g'ri uchun ketib qolgan misol uchun, tushunasizmi? Misol uchun noo'rin xodimlarni biz katta oylik olib qo'yganmiz. Noto'g'ri kelishuvni qilib qo'yganmiz. Bu faqat xodim yutib chiqadi-da.
kelishuv o'zimiz qilganmiz, lekin o'sha o'zim qaror qabul qilganman, xato bo'lgan. Oxir oqibatda misol uchun xodim yutib chiqadi. Shunaqa holatlar ham ko'p bo'lgan. Shuning uchun shu tomonlama misol uchun insonlarni shu ishga qabul qilish jarayoni ham, ularni misol uchun boshqarish jarayoni ham o'ta muhim nuqtalardan bittasi. Mana kelishuvlar noto'g'ri qilinish natijasida shunaqa holatlar bo'lganki, bizlarni xodimlar konkurentlikka o'tib ketgan. Noto'g'ri kelishuv misol uchun. Endi bu tajribasizlik qilganman-da. Misol uchun biznesda fundamental bilimlar o'sha paytda bo'lmagan. Shuni hisobiga yo'l-yo'lakay o'rganganimiz uchun ham misol qaysidir joylarda yaxshi xodimlar konkurentlikka o'tib ketganda. Tushundim. Chunki bu ham misol uchun nimadan bo'lgan desangiz, biz shu ishimizni o'sha paytda puxta qilmasdan yo'l-yo'lakay qilganimizdan bo'lganda, endi o'zimizning holatimizda. Agar o'sha paytda sal kirishib puxtaroq qilganimizda, balki bunaqa bo'lmasdi. O'sha narsa achchiq darsda bo'ladi, chunki achchiq dars, deydigan darsda, chunki Hozirni moliyalarga o'sha chuqur kirib, mana shu xatolarning hammasi maksimal darajada hozir oldini olishga harakat qilamiz, mana shunaqa xatolar bo'lmasligini. Endi albatta biznes bor, inson bor, xato qiladi. Bunisini to'g'rilasangiz, naryoqda siz bilmagan joyda yana xato chiqadi. Bu bor. To'g'irlanib, zato topilgani yaxshi-da o'sha xatoni aniqlangan. Asosiysi oldingidek emas-da. Oldingidagi boya kassada, bu meni pulim ekan deb, misol uchun, bu qilib ishlatib, oy oxirida pul qani deb o'tirish emas. Zo'r. Sheriklar muammosicha aka, sherikchilikda ish qilish, o'sha sherikchilikda ish boshlamoqchi bo'lgan odamlar endi ish boshlayotganlar baribir ikkita o'rtoq bitta bo'lib ham ish qilamiz degan ideya bilan chiqadi-yu. U yoqda nimalarga tayyor turish kerak? Sherikchilik shunaqa mavzuki, Asrorbek, soatlab gaplashsak bo'ladi. Ani gap haqiqatmi qo'shilasizmi? Ani sherikchilik oshini it yemas degan gap bor-ku, o'shanga qo'shilasizmi? Siz nima deb o'ylaysiz? Bilmadim-ku, meni lekin 5 yildan beri o'rtog'im sherigim bilan ishlayman. Biz yaxshi ishlayapmiz lekin. To'ppa-to'g'ri. Ya'ni men to'g'risi bu gapni o'ylab topilgan deb o'ylayman. Chunki haqiqatda mana voqelikda unaqa emas. Unaqa emas. Birinchisi sherikchilikda baraka bor. Ikki kishi sherik bo'lsa, agar ikkalasi ham halol bo'lsa, bittasi men hozir kiydirib ketaman, nimadir imkoniyat paydo bo'lganda pulni misol uchun o'ziga ko'proq olib, ishlaydigan odam misol uchun ishni sifatsiz qilib, bu yoqda pul oladigan odam to'g'ri taqsimlamasdan halollik 1 grammga bo'lsa ham bo'linsa, sherikchilik baraka yo'qoladi. Baraka ketib qoladi. Tushunasizmi? Keyin mana bunga o'xshagan maqollar paydo bo'ladi. Sherikchilik oshi it emas degan, tushunasizmi? Nimaga agar biz sherikchilikni o'sha kitobida yozilgandek qonun qoidasiga muvofiq qiladigan bo'lsak, sherikchilikda baraka bor. Ikkita inson birlashdi, agar halol bo'lsa, agar misol uchun hamma ish to'g'ri qilsa, bu ish juda katta bo'lib o'sib ketishi mumkin, tushunasizmi? Shu faqat o'sha ikkita tomonlama juda ham bir to'g'ri halol sherikchilik bo'lishi kerak-da. Lekin misol uchun endi hozir ba'zi holatlarda ko'rib qolamiz, o'zining sherigi o'rtog'i tushirib qo'ygan, misol uchun boyaga kidirib ketgan nimadir holatlar, misol uchun muammolar kelib chiqadi-da. Tushunasizmi? Muammo shu boyaga qaysidir tomon, ikkala tomon xolis bo'lmagandan bo'lishi mumkin balki. Tushundim. Mana shu joyda to'g'ri sherik tanlashda qanaqadir kriteriyalar o'zi ancha chuqur gaplashsa bo'ladi-ku, kirib ketamiz, qisqacha qilib aytganda mana narsasiga qaramasdan bo'lmaydi. Sherikchilikdagi bitta nuqta, birinchi o'rinda siz o'zingiz pozitsiyingizni bilish kerak deb o'ylayman. Ya'ni sherikchilikning juda ham ko'p formatlari bor-da. Birinchisi misol siz pul tikasiz, men mehnat qilaman. Bu boshqacha sherikchilik. Siz pul tikasiz, men pul tikaman, boshqa odam mehnat qiladi. Bu boshqacha sherikchilik. Ikkalamiz ham pul tikamiz, ikkalamiz ham mehnat qilamiz, bu ham boshqacha. Hech kim pul tikmaydi, siz ham mehnat qilasiz, men ham mehnat qilaman, noldan ish boshlaymiz, bu ham boshqacha, tushunasizmi? Ya'ni sherikchilikda birinchi o'rinda men o'ylayman, siz tanlayotgan sherik muhim sifatlarga ega bo'lish kerak. Ya'ni misol uchun men o'zim qanaqa filtr qilaman? Birinchi o'rinda Allohni tanish kerak. Chunki boyaga o'zi bilan o'zi qolganda, qo'lda pul bo'lganda, Allohdan qo'rqmasa, to'g'risi bandasidan qo'rqmasligi mumkin-da. Lekin haqiqatda Allohni tanigan, Allohdan qo'rqadigan odam to'xta deydi. Bu yuqmaydi menga baribir. Men bolalarimga shuni yediramanmi deydi, halol bo'ladi, tushunasizmi? Birinchi meni kriteriyim shu. Allohni tanisa, halol bo'lsa, gaplashamiz keyin. Keyingi nuqta bu, endi faqat bu yetmaydi lekin. Shartlar qanaqa? Keyingisi, agar men pul tiksam, u kishi mehnat qilayotgan bo'lsa, ishini ustasi bo'lishi kerak. Tushunasizmi? Chunki men mehnat qilmoqchi emas, men pul tikyapman. Agar men mehnat qilayotgan bo'lsam, ishimni ustasi bo'lsam, tushunmasam men kirmaganim ma'qul. Siz pul tikyotgan bo'lsangiz, va'dasida turadigan sherik kerak. Pulni vaqtida yetkazib beradigan, tushunasizmi? Va ishga aralashish kelishilgan bo'lsa, aralashadigan. Aralashmaslik kelishilgan bo'lsa, aralashmaydigan. Tegmaydigan, chunki sherikchilik bu siz tavakkalchilikda. Misol uchun hozir biz siz bilan o'rtaga pul tashlashib, bir misol uchun aytaylik, 1 gektar yer olib, bodom ekadigan bo'lsak,
yoki misol uchun qanaqadir bir yilda yetiladigan sabzavot, meva ekadigan bo'lsak, keyin o'xshamay qolsa-chi, sovuqib ketsa, nima bo'ladi misol uchun? Siz mendan sizdan so'ramaymiz. Chunki o'rtada tavakkalchilik deb o'chasizmi? Mana shu elementi ham bo'lish kerak-da. Mana shu element. Misol uchun siz va'dasida turish, tavakkalga, natijaga rozi bo'lish. Misol uchun, men pul tiksam aytsa, Asrorbek, men sizga hozir 10 ming tikyapman. O'xshamay qolsa, lekin pulimni qaytarib berasiz. Bu o'sha sherikchilik emas. To'g'risizmi? Bu biznes emas o'sha. Men sizga qarz beryapman-da, qaytarib olaman deyapman, o'xshamay qolsa. Yo'q, bo'lmaydi. Men tavakkal qilib, siz mehnat qilyapsiz, mehnatingizga rozi bo'lasiz. Lekin men bu yoqda o'zim tikkan pulni riskini olaman-da o'sha, tushunasizmi? Ya'ni sherikchilik shu katta deganim formatlari ko'p-da buni. Misol uchun bitta holatda siz mehnat qilyapsiz, men pul tikyapman. Men pul tikyapman, misol uchun siz ham pul tikyapsiz. Ikkalamiz ham pul tikyapmiz, siz mehnat qilyapsiz. Juda ko'p format, tushunasizmi? Ikkalamiz ham mehnat qilyapmiz, hech kim pul tikmayapti. Uchinchi odam pul tikyapti. Bu qanaqa bo'ladi? Hammasini misol kelishuv formatlari bor-da. Xuddi shunga o'xshab, ya'ni meni o'zim filtrim bo'yicha Allohdan qo'rqadigan halol odam bo'lsa, agar mehnat qilayotgan o'zining ishini ustasi bo'lsa va natijaga rozi bo'lsa, chunki siz sherikmisiz, pul tikyapsizmi? O'zingizni sherigingizni mutaxassis bo'lgan insonni sherikchilikka olish sizning mas'uliyatingiz. Ertaga siz yangi bitta sohani o'rgangan odam olsangiz, 10 ming tiksangiz, ish o'xshamasa, uni ayblashingiz noto'g'ri-da, chunki siz tanladingiz u bilan sherik bo'lishni. Rozi bo'ldingiz o'zingiz. Rozi bo'ldingiz, tushunasiz? Ya'ni bu tomonlama siz o'sha natijaga rozi bo'lasiz. Mana bu joyi qanaqa odam tanlash, bu sizning mas'uliyatingiz. Sizda pul bo'ldi degani bo'ldi, misol uchun pul beringiz, u o'xshamasa, qila olmading, pulimni ber. Yo'q, bu sherikchilik emas. Bu shu boyaga bilmadim-ku, lekin shu sal noto'g'ri joyi bor buni. Tushunasiz? Ya'ni chunki unda men riskim qayerda qoladi? Unda misol uchun boyaga protsentga pul beradigan farqim qayerda qoladi? Agar men pul bersam-da, o'xshasa foyda bo'lishamiz, o'xshamasa pulimni qaytarib berasiz. Endi bu ish emas-da bu. To'g'ri. Ya'ni mana shu kriteriyalar topilsa, men u kun bilan sherikchilik qilgan bo'lardim. Men o'zimning filtrimda bu. Mana shunaqa filtrni misol uchun men ishlatgan bo'lardim. Endi sherikchilikdagi eng muhim bitta nuqta bor. Ko'pchilik afsuski mana shu joyida qoqiladi va shuni natijasida hamma muammolar kelib chiqadi. Aytaymi nima? Nima? Shartnoma. Nima qilish oldidan kelishuv ko'p joyda og'zaki kelishuv bo'lgan. Tushunasiz? Qog'ozda yo'q. Buni bitta xavfli tomoni esdan chiqib ketishi mumkin-da. Mana qilgansan, yo'q, men demaganman unaqa. Yo'q, degansan esimda-yu, adashtirish mumkin. U odam esdan chiqib ketishi mumkin, tushunasiz? Sherikchilikdagi agar siz do'stingiz bilan sherik bo'lsangiz, eng xavfli nuqtada. Nimaga? Chunki agar sherikchilik o'xshamasa, nimadir xato qilsangiz, do'stingizni yo'qotasiz-da. Unaqa xavf bo'lsa, undan ko'ra sherikchilik qilmaydi, do'stingiz yoningizga qolsin. Chunki solih do'st eng katta ne'matlardan bittasi-da. Haqiqiy boyaga siz yaxshi ko'rib, sizga yaxshilik ilashadigan do'stda. Lekin bunaqa bo'lsa, qilmagan yaxshilik, u do'stligingiz qovursin-da, tushunasizmi? Lekin qilyapsizmi? Marhamat, hammasini shunda qog'oz oling. Men menimcha tikdim. Siz buncha tikdingiz. Men mana ish qilaman, siz mana ish qilasiz. Men mumkin emas, hammasini yozib qo'ying. Qo'l qo'ying, ikkita guvoh bo'lsin. Endi agar nimadir bo'lsa guvohdan chaqirasiz. Sen ko'ruvmiding? Ha. Menda guvoh ham qo'l qo'ygan. Sen ko'ruvding? Ha. Men o'zim haqqimni talab qilyapman deysiz. Tushunasiz? Mana shu narsa yo'qligi afsuski ko'p joyda muammoga olib keladi. Misol uchun, aytaylik, yo'l-yo'lakay. Asrorbek 50 yil ishlaymiz. Mana shu siz qiling, men 10 ming tikaman. Bo'ldi, oka qilamiz deysiz. 10 ming tikdim. Ish yaxshi bo'lib ketdi, keyingi tochka ochilyapti. Misol uchun biz kichkina fast food anaqa qo'yamiz, trak qo'yamiz. Endi savol, keyingi tochkaga kim pul tikadi? Tushunasiz? Uni foydasi qanaqa bo'linadi? Keyingi tochkaga siz o'zingiz ham agar 5 ming tiksangiz, men 5 ming tiksam, siz mehnat ham qilyapsiz. Siz 75%, men 25% olamanmi? Kelishuvda yo'q-ku. Tushunasiz? Shu hammasini boshidan hal qilish. Boshida maksimal esga tushgan narsani yozib olinadi. Esda yo'q edimi? O'tirib qaytadan o'sha joyini kelishib olinadi. Butun kelishuv emas, o'sha joy. Endi bunaqa bo'lyapti. Nima qilamiz? Mana uni qilamiz. Endi mana shu joylarda, misol uchun, sherikchilik ilmini tushunadigan odam oldiga borgan yaxshi baribir. Misol uchun, qonun qoidasini aytadigan bo'yi, "Menimi to'g'ri, men buni o'tirib turgan odam oldiga borib so'ragan." Misol uchun, men ham bu bo'yicha mutaxassis emasman. Men o'zim tajribalarimdan, chunki men sherikchilikda juda ko'p kuygan joyim ham bo'lgan-da. Tushunasiz? Kuygan joyim bo'lgan. Misol uchun, bitta loyihada biz anaqa loyihani nomini aytmayman, bitta loyihada qisqasi bir inson bilan sherik bo'lganmiz. Ishimiz boshlangan, rivojlangan, keyin
u yerda 3 kishi bo'lganda, men, bitta o'rtog'im, yana bitta investor bo'lgan. Misol uchun boshida ishga aralashmasligiga kelishilingan. Endi u yerda men advisor sherikman, o'rtog'im mehnat qiladigan odam, yonimizda yana bitta anaqa pul tikkan odam bor. U misol sherigimiz ko'p anaqa savol beruvdilar-da. O'rtog'imga yoqmasligim boshladi. Aytadi, o'rtoq, men biznes qilaymi yoki men ularning savoliga anaqa qilaymi? Javob berib o'tiring. Tushunasizmi? Mana shu holatda ham misol uchun anaqa, misol pul tikkan odam tomonidan qarasa to'g'ri xavotir olayotgan bo'lishi mumkin, lekin biz balki bu jarayondir. O'rtog'im shu sohani tushunadigan bola edi, misol uchun. Shu sohada oldin misol uchun shu sohada ishlagan, ozgina ko'p bilimli olgan inson edi. Men ham bu sohani tushunmas edim. Men endi boshqa shu biznes, sotsial kapital bilan va hokazo maslahat bilan u payt o'zi Cambridge biznesimiz bor edi. Nimadir maslahatlar berib turayotgandim-da. Shunaqa edi. O'sha joyda kelisha olmadik. Karantin bo'lib qoldi va oldimizga shart qo'yildi. Yoki pulni berasiz, yoki biznesga chiqib ketasizlar. Shuni tashlab chiqib ketdik. 1,5 yil mehnat qilingan. 1 so'm emasdan. Endi misol uchun bu bizning xatoyimiz. Biz boshida kelishuvni puxta qilib qo'yishimiz kerak edi. Tushunasizmi? Kelishuvni puxta qilganimizda bunaqa vaziyatga tushmas edik. Bu bo'lsa yozilgan-ku. Mana bitta yozgan. Assalomu alaykum, mana bitta yozgan, siz qo'l qo'ygansiz. Mana shu yetsangiz shartnoma. Mana shu bo'yicha endi ishlaymiz. Chunki o'sha paytda shunga rozi bo'lganmiz-da. Yangi shartmi bo'ldi, davay bitta mutaxassis chaqiraylik-da, tushunadigan odam. U bizga hal qilib bersin mana shu masalani. Qanaqa qilsak to'g'ri bo'ladi. Mana shunaqa ko'rinishda. Misol uchun o'sha noto'g'ri kelishuvlar tufayli buni karantinda biz anaqa qilishimiz ham shunga o'xshash holat bo'lgan. Ya'ni misol uchun qiyin ahvolga tushib qolishimiz ham sherikchiligi bir qiyinchilik tufayli bo'lganda. Juda jiddiy qarash kerak ekanda. Kim bilan sherikchilik ishlayman, nima qilyapman? Ba'zi tadbirkorlar aytishadi, bu gapni ko'p eshitganmiz, sherikchilik bu nikohga o'xshagan narsa deyishadi. Tushunasizmi? Mana misol uchun siz turmush o'rtog'i tanlayotganda qanchalik sinchkovlik bilan tekshirgansiz? Misol uchun juda ko'p o'ylab, misol uchun fikrlab, misol uchun istixora qilib, qarab, misol uchun o'rganib, endi vaqt ketganda hammada shunaqa. Oila qurishga kelganda shunaqa. Endi sherikchilikka ham mana shunaqa jiddiy qarash tavsiya qilinar ekan. Oxirgi eshitgan anaqalarimdan-da. Maksimal darajada nikohga qanaqa jiddiy qarasangiz, sherikchilikka maksimal shunaqa qarash kerak ekan. Ana o'shanda bo'lishi mumkin bo'lgan muammolar oldi olinishi mumkin ekan. Demak, eng asos sifatida boyagi boshida aytganingiz, o'shaning uchun asosiy boshida aytib ketsizda, Allohning tanishi, va'dasida muvaffaq mana shu narsa sherik tanlashdagi filtrda, men ishlatadigan filtr. Keyin mana bu dokumentatsiyasi muhim, lekin ikkilamchi ekanda. Muhim. Endi misol uchun boyagi Allohni tanigan odam bo'lsa ham inson unutuvchanda. Misol uchun foyda mana bunaqa bo'lish kerak emasmidi misol uchun? Yo'q, bunaqa edi, yo'q, menimcha bunaqa edi. Mana shunaqa ko'rgiliga jil tushib qoladi, to'g'rimi? Chonsa kerak emas. Undan ko'ra qog'ozga. Misol uchun o'rtog'ingiz va hokazo halol inson ikkalovilar ham hech kim yomon niyatda sherikchilik boshlamaydi. Eng qizig'i. Hamma yaxshi. Endi do'ppitor kelganda o'sha hamma misol uchun anaqaga tushib qoladi-da. Chonsa qiyin vaziyatga tushib qoladi. O'shanaqa vaziyat oldini olish uchun asosiy qoida, boyagi o'zingiz uchun filtr qilib oling. Men o'zim filtrimni etdim. Misol uchun shu Allohning tanishi, halol bo'lishi, u mehnatchi soha mutaxassisi bo'lishi. Agar u pul tiksa, kelishib olishimiz, aralashadi, aralashmaydi va vaqtida pul yetkazib berish. Tushunasizmi? Shunaqa narsaga kelishilindimi? Va yana misol uchun yana bitta muhim nuqta, biznes o'xshamay qolsa qanaqa ajralamiz degan nuqtani ham kelishib olish kerak. Boshdan-a? Boshdan. Bu narsani keyin qog'ozga tushirib olinadi-da. Qog'ozga tushirib ikkita tomon qo'l qo'ydi. Endi guvoh bo'lgani yaxshi, chunki misol uchun guvoh bo'lsa aytadi, "Yo'q, to'xtang, siz rostdan men o'sha payt ko'rganman va shunaqa degansizlar" deydi. Siz sal esingizdan chiqarib, bu siz yozuvingiz, o'z qo'l, men ham qo'l qo'yganman, ko'ryapsizmi deydi. Ha, bo'ldi, ha, to'g'ri shunaqa ekan degan xulosaga keladi-da, tushunasizmi? Agar ikkita tomon bo'lsa 50-50 da, manipulyatsiya bo'lsa-chi degan anaqa kelib qolishi mumkin, tushunasizmi? Shuning uchun o'ta ehtiyotkor bo'lish kerak. Endi agar siz mana shunaqa usulda filtr qilib, to'g'ri inson bilan qog'ozda yozuvchi qilib sherikchilik qilsangiz, albatta Alloh baraka beradi. Zo'r. Endi boyaga sherikchilik oshni iti emas degan maqol men shu to'qima maqol deb o'ylayman-da, chunki amalda unaqa emas. Men naborot o'zim nimadir qilganimda ko'proq o'xshamagan, lekin sherikchilikda qilgan ishlarim shunaqa baraka bu zo'r bo'lib ketgan. Ko'pida. Mana bittasi. Jahon Sukut. Jahongir Ortiqxo'jayev bilan sherikchilikda bo'lgan. Sherikchilikda qilingan. Va bilasizmi, men barakani sizga tushuntirib beraman. Albatta bu yerda birinchi narsa bu niyat masalasi. Biz maktab ochishda ham niyatimiz pul qilish emas, balki shu xalqimizga
haqiqatda foydasi tegadigan o'zimizni qadriyatlarni bolalarga singdirish mumkin bo'lgan, o'zbekona haqiqiy o'zbek qilib tayyorlaydigan, vatanparvar tayyorlaydigan o'zbek maktabi ochish bo'lgan. Maktabimiz o'zbek tilidagi maktab. Rus tili, ingliz tili qo'shimcha til sifatida o'rgatiladi. Rus sinflar birinchi yilda bor, bu yildan уже yo'q rus sinflar. Tushunasizmi? Unda ham kam edi birinchi rus maktabida o'tganligi. Endi qarang, o'sha mana ikki inson yaxshi niyatda bismillah deb boshladi sherikchilikni. Bu yerda ustozimiz Jahongir aka o'zlarini mas'uliyatlarini o'sha polностью tayyorgarlik, joy va hokazo anaqa remontlarga, investitsiya va hokazo masalalarni hal qilib berdilar. Biz bu yoqda ishni bosdik. Alloh barakasi bilan oktyabrda boshlangan narsa o'sha biza mayda qabul ochdik. Birinchi yilgi planimiz 300 ta o'quvchi bo'lgan. 300 ta. Yil davomida 500 ta qilishimiz kerak bo'lgan. Qarang mana, baraka bilan, Alloh barakasi bilan 730 ta o'quvchi chiqqanmiz. Bu qanaqa yig'ildi desangiz, 730 ta mijoz emas, 3000 tadan saralab olganmiz. Tushunasiz? 3000 tadan 730 saralab olganmiz. 250%. 250% deyarli boyaga yuqori natija ko'rsatilgan. Endi misol uchun bu qayerdan deb o'ylaysiz? Qayerdan? Sherikchilikning ham barakasi. Sherikchilikning barakasi, tushunasizmi? Menda bunaqa kelsa ko'p bo'lgan. Ko'p bo'lgan. Qaysidirlarda misol uchun men o'zim mehnat qiladigan tomon bo'lganman, qaysidirlarda men pul tutgan tomon bo'lgan, lekin o'sha holatlarda sherikchilikda baribir baraka katta-da. Chunki bilmaysizda kimda baraka. Tushunasizmi? Agar misol uchun qonun qoidasi bo'yicha hammasi kelishib olinsa, hammasi shu bo'yicha yurilsa va qaysidir nuqtalarda sherikchilikda misol uchun halol ikkita tomondan hammasi joyida sal kenglik qilsangiz, qaysidir joylarda misol uchun, aytingiz pul tutgan odamsiz, nimadir xatolik bo'ldimi, misol uchun bilasiz, bu halol inson va hokazo. Unga misol uchun lishni anaqa qilib, uni ham xafa qilmasdan yoki siz mehnat qilayotgan odam bo'lsangiz, misol uchun pul tutgan odam, misol uchun aytaylik, boyaga ozgina pulda kechikdi, nimadir bo'ldi, hokazo sal kenglik qilib, bo'ldi, xo'p bo'ladi. Bir-birini tushunib, endi bu yog'i texnik masala. Halimlik qilib ozgina ishlashdi. Kenglik qilib, fundamental masala sherik tanlash masalasi. Undan keyin qog'ozga tushirib olish uchun hamma shart bilan kelishgan. Zo'r. Ashi gap yo'q. Yana bitta anaqa masala. Biznes ochish endi qiyin, oson, ochib qo'yish juda oson, uni yurgizish, ishlatish bor. Undan ham o'sha filtrdan nechtadir odam o'tdi deylik. O'sha ko'rayotganlar ham xudo xolasa o'tishdi. Endi uni kengaytirish bor, masshtablashtirish bor. O'sha davrda nimalarga tayyor bo'lib turish kerak? Mana hozir sizda Cambridge o'zida 16 ta filialimiz bor. Ishlayotgani 16 tami? 15 ta, 16 ta ishlayapti, ya'ni 2 ta ochilish arafasida, 3 ta ochilish arafasida. 3 ta. O'shanda 19 ta pashti filial bor. Cambridge'da 19 ta. Mars IT School bor, u yerda 7 ta filial. O'shanda 19 ga 7 26, Jahon School bilan 27. 27. Cambridge Kids ham bor-a? Boya Cambridge 16 ta ham ichida. Zo'r. Mana shunaqa kengash davrida etapida nima anaqalarga, stresslarga, muammolarga tayyor turish kerak yoki bu bitta ikkita 3 ta 4 ta bilan sekin-sekin o'zi tizimiga tushib ketadigan narsami? Yaramga tuz. Men kengash temasida ko'p marta qoqilganman, to'g'risi. Kengash temasida, ya'ni misol uchun ko'z yosh va qon bilan erishilgan deydi, bu shunaqa natijalardan bittasida. Mana birinchi men qilgan xato, misol uchun ko'pchilik qilish mumkin bo'lgan xato, endi hammada ambitsiya bor. Ishingiz boshladingiz, tezroq kengaysan deysiz-da. Va o'sha nuqtada viloyatlarni ochib tashlash xatolardan bittasi, kengayishga shoshganman-da. Tizim yo'q, yetarlicha fundament bo'lmasa, tajriba yo'q, kapital yo'q. Taqillatib kelishuv qilib, joylarni ijaraga olib turib, nima bo'lsa bo'ldi deb ketilganda. Tushunasizmi? Bor nimaga olib kelgan? Boya kassaviy rezervlar endi hamma pulni men o'zimga sarflamaganman, 100 mingni. Tushunasizmi? Bu yoqlarga o'sha yangi filiallarga, yangi filial, men bunaqa o'ylaganman-da. Hozir men yangi filialga 30 ming ketsa, 30 ming tikaman va u filialdan foyda olishni boshlayman deb o'ylagan. Bundoq qarasa shunaqa-yu, to'g'rimi? 30 mingni chiqarishi ham kerak-ku. Yo'q, chiqarish boshqa masala, asosiysi kassaga zarar qilmaydi-yu. Endi savol, foydaga kirguncha bo'lgan muddatdagi pulni kim to'laydi? Tushunasizmi? Qancha bor foyda kirishiga? 6 oydan 1,5 yilgacha. Bitta filial. Men hisoblamaganman, hisoblamaganman. Yangi filial ochilsa, minusi bor, uni arendasi bor, oyligi bor, sveti bor, rasxoti bor va hokazo. Baribir yashash kerak. Palon pul bo'lib ketgan, tushunasizmi? Endi men nima qilganman? Taqillatib joylar bilan kelishuv qilib remont boshlaganman. Qarang. Remont boshladim. Remont ketyapti. Kassada uzilish bor o'zi.
to'xtamaslik uchun bu yerda arenda kelishuvlar qilib qo'yilgan. Remont to'xtatsam, bari arendaga to'laveraman, bu ham minus. Kassadan olib bersam, o'z kassada pul yetmayapti. O'z pul yetmayapti. Bo'ldi, o'zim mana shunaqa tuzoqlarga tushirganman-da. Voy. Keyin qarz olib yoki investitsiya jalb. Yo'q, mana yerda o'zida bundan olib turib, yanada kassani anaqa qilib, buni bir amallab ochib, yillar davomida cho'zilib ketgan bu. Chunki men Cambridge'da birinchi qo'limga pulni 8-yil ushlaganman. Ungacha albatta misol uchun oyligiga o'xshab ozgina olib turib, o'z ehtiyojingiz va hokazo, boyagi misol uchun karantinda $2000 to'y qilib, to'y-po'ylarni o'tkazib nimadir qilib yurganmiz, lekin men Cambridge'da 8-yili qo'limga, chunki men eslayman, o'zim shu pul topib anaqa qilgan paytim, onamga mashina olib bergan paytim bo'lganda. Bu videodan keyin odamni o'quv markazi ochgisi kelib qolsa kerak. Yo'q, misol bu degan sizda ham shunaqa bo'ladi degani emas. Misol uchun kimdir ochsa balki tezroq foydaga kirar, chunki men qilgan xato hamma ham qilmaydi-yu. Endi men o'sha paytda misol uchun o'ta tajribasizlik qilib, boyagi paqillatib filial ochib, kassir razriflarga tushib, keyin uni yillar davomida misqollab, foydadan uzib mana shunaqa qilib yurib, boshim kassir razrifdan chiqmay qolganda, tushunasizmi? Nima desangiz, bu ilmsizlikda. O'sha paytda biznes ilmini olmaganmiz. Mana qisqasi ochdi, endi yurib ketadi degan yondashuv bo'lgan. Mana shunaqa to'siqlarga, boyagi chuqurlarga tushishga sababchi bo'lganda. Endi mana shuning uchun ham, mana men qilgan xatodan bittasi, tizim yo'q, kapital yo'q, hisob-kitob yo'q, savdo bo'lyapti deb shunday filial ochganman. Tushundingizmi? Ketding, yana bo'lyapti deb yana ochganman. Yana bo'lyapti deb yana ochganman. Shuni hisobiga biznes birinchidan mana tizim yo'qligi uchun kengaygan joylar ham yaxshi ishlamasdan anaqa qilish boshlagan, pand berish boshlagan. Tushunasizmi? Kapital yo'qligi uchun kasb razrifga kirilgan. Tajriba yo'qligi uchun ularni to'ldirishda qiyinchiliklar bo'lgan. Tushunasizmi? Ya'ni mana shu narsalar, mana o'sha boyagi nima deydi, kengayishga qilgan xatoyimda. Zafar aka Hoshimov bitta zo'r gaplari bor edi. Agar siz deganlar biznesingizda muammo bo'lsa va siz kengaysiz, siz kengaymayapsiz, siz muammoni kengaytiryapsiz deganlar. Chunki birinchi filialdagi muammo ikkinchisida ham bo'ladi. Chunki muammo yechilmadi-da. Hali ham u muammo turibdi-da biznesda, tushunasizmi? Muammo yechmasdan turib kengayish. Endi men misol uchun men bundan o'rgangan tajriba maksimalni birinchi tizim qurib, hammasini reja qilib, hisob-kitob qilib, u yog'iga tavakkal bosiladi-da. Lekin tavakkal qilguncha ko'r-ko'rona emas. Ko'r-ko'rona emas. Endi tadbirkorda ambitsiya bor-da. Kengayish kerak. Bu kengayish keraklik pul ko'paytirish uchun emas. Boyagi ovqat payti ishtaha keladi deydi-yu. Bitta boyagi nima deydi, kengayish emas. Biznesda qilgan ishlarim bundoq ko'zi qarab quvnagandan keyin o'zining bolasi-yu, yana ko'paytirgisi keladi. Ishini yaxshi ko'rib qoladi tadbirkor. Yana ko'paytirsam deydi. Bu yerda asosiy maqsad pul emas lekin ko'pchilikda. Ko'ryapsizmi? Boyagi shaqillashiga ishqibozman yomon deydi-yu, unaqa ham emas. To'g'ri, biznesda boyagi biznes qoni pulda, baribir biznes foydada bo'lish uchun qilinadi. Minusda bo'lsa hech qaysi biznes yashab qolmaydi. Yashashini uni asosi foydada bo'lishda. Shuning uchun foydada bo'lishga harakat qilinadi, lekin boyagi u kengayishga ishqibozman. Men shunaqa bo'lganman-da. Voy, yangi filial ochsam, voy, masshtab deb ichimdan yonib turib ketdi deb boyagi ko'r-ko'ronni davay deb urish orqali ma'lum bir muddatdan keyin tupikka kirib qolinganda. O'zgan ustiga tepgan keyin o'shadan keyin karantin kelgan. Voy. Hatto karantinda qarang, bitta filial remont qilganmiz, ochilmay qolgan. Bittasi remont o'rtasida bo'lib qolgan. Sergeli. Remont o'rtasida yopilib qolganda. Bitta hikmat yaxshilik bor-da, mana shular hammasi dars bo'lib qolganda o'sha paytda. Dars bo'lgan, lekin boyaga aytdim, $1 million xato degan kitob yozsam agar mana shular balki kiritaman. Qimmatga tushgan dars bo'lgan ekanda. Zato o'sha bahona kelgan hamma filialingiz уже tizim qo'yildi, o'quv sistemalar уже zo'r qilindi, hamma joy уже alhamdulillah, Allohning fazli bilan mana shunaqa holatga keldi, lekin men aytmoqchi bo'lganim, bunaqa risk qilmagan yaxshi. Sekin o'zini vaqti bilan shoshilmay qilib ketgan yaxshi. O'sha paytda bozor buni kechirgan. Nimaga bozorda ko'p o'quv markazi bo'lmagan. Shuning uchun boy ochsangiz ham to'lib qolavergan. Hozir unaqa emas. Hozir kurashasiz har bitta mijoz uchun, tushunasizmi? Bu bizning soha, o'quv markazini aytyapman. Shuning uchun ham bunaqa risk qilmagan yaxshi. Chunki u bilmaysiz, biznes qaysi davrda turibdi, qanaqa holat, sizda o'xshamay qolsa-chi degan tomoni bor. Misol uchun men hozirgi tushuncham bilan bu darajada risk qilmagan bo'lar, pala-parcha ochmagan bo'lardim-da. Ehtiyotkorlik bilan hisob-kitob qilib, maksimalni shunaqa qilgan bo'lar. Chunki biznes ba'zi joyda sizni xatolaringizni kechirmasligi mumkin. O'sha paytda cho'nchigingizdan to'laysiz bu xatolarga pulni. Tushundim.
Tushundim, tushunarli. Sizni men biznes ochishdan sovutib qo'ymadimmi hech qilib? Yo'q, manga уже kech. Manga уже kech. Nimaga? Yo'q. Yo'q, menda Hechdan ko'ra kech. yo'q, menda o'z ishlar bor. Bizda biznes ichiga kirib bo'ldim-ku. Biznes ichiga kirib bo'ldim. Endi borgan sari mana shu sizga o'xshagan odamlar bilan gaplashib tajriba olib ketyapman. Bitta kirgan odam o'z chiqmas ekan ham. Tushunib olgan odam, mana shuni ichiga aralashib qolgan odam. Endi siz anaqasizda hozir mutaxassislikdan biznesga o'tayotgan davringizda. Lekin men o'ylayman, mana o'zimning fikrim, sizni bu ketma-ketlik eng zo'r ssenariylardan bittasi. Eng zo'r ssenariy mutaxassis bo'lish, o'shandan daromad topish, masshtab qilish va undan keyin buni biznesga aylantirish. Tushundingizmi? Endi misol mutaxassislik davri, misol uchun mutaxassislik davri 3-4 yil bo'lishi mumkin, 5-6 yil ham bo'lishi mumkin. Normal holat, misol uchun holatingiz o'ziga yoqyaptimi? Yaxshi ketyapsizmi? Hali riskka tayyor bo'lmasangiz, unda sal kechiktirsangiz ham zarari yo'q, chunki yana birinchi suhbatimizda rizq Allohdan bo'lsa, o'zimiz o'quvchi o'qigandan ko'ra o'zimizga komfort narsani tanlab, lekin sababida maksimalni qilib, shoshilmasdan, maksimalni ishini mukammal qilib, men to'g'risi o'zini ishini mukammal qiladigan odamlarni rosa yaxshi ko'raman-da. Boyagi detalgacha e'tibor beradi. O'zim ham shunaqa bo'lishga harakat qilaman. Misol uchun nima deydi, filialda remont bo'lsa ham erinmasdan borib turib ko'rib, boyagi patolog orqasidagi nima deydi, lampani simlarigacha qiyshuv bo'lsa ham aytaman, to'g'rilab qo'yinglar deyman-da. Tushunsa, bu perfeksionizm deyishimiz mumkin, qaysidir ma'noda, lekin dunyodagi hamma biz ishlatayotgan narsalar perfeksionistlar tomonidan o'ylab topilganda. Ishini ustasi bo'lmaganda Stiv Jobs va undan keyingi jamoa bu darajada zo'r devayslar paydo bo'lmas edi, tushunasizmi? Qarang, o'zining ishini ustasi shuncha siz mazza qilib ishlatasiz-da. Buda qaysidir nuqtada boshqa kompaniyaga qaraganda nimadir kamchilik bo'lsa rozi bo'lmaganda, yo'q degan. O'rtoq, mana shuni ideal holatga keltirasan deganda kimdir, tushunasizmi? Shuning uchun o'zini ishini ustasini men juda hurmat qilaman, juda yaxshi ko'raman. Shuning uchun bu detalga e'tibor beradigan odamni ko'rsam, uni biror bir misol uchun anaqasiga kirsam, nima deydi? Restorani bo'ladimi, ofisi bo'ladimi, ichiga kirsam yoki qilgan ishlarini ko'rsam, detallarni ko'rib maza qilaman deb, "Wow" deyman. Mashqlargacha e'tibor beribdi. Demak, bu inson bilan ishlasa bo'ladigan xulosaga kelasiz-da. Endi o'zimiz ham maksimal harakat qilamiz qaysidir nuqtalarda. Bu asosiysi o'zingizdan qoniqmaslik, tushunasizmi? Bo'radiga ko'nmaslik. Yo'q. Mana shu biznesni beliga tepadigan narsa-da. Chaladigan narsa bo'radi. Nimaga? Bu ham odatda, to'g'rimi? Kichkina narsadan boshlanadi, keyin katta narsaga bo'radi deysiz-ku. Xodimlar ham bo'radi deydi. Mijozga ham bo'radi degan mahsulot boradi, servis boradi. Bo'lmaydi. Yo'q, bo'lmasa bo'lmaydi. Misol uchun meni xodimlar ba'zilari mana shu xarakterimni yoqtirmasligi mumkin-da. Men uni sezaman. Misol uchun ba'zilar e'tiroz ham bildiradi. To'g'risi men aytaman, uzr. Men sizni ko'nglingizga qarash uchun bu yerda rahbar emasman. Men mijozni rozi qilish uchun bu yerda rahbarman. Tushunasiz? Shuning uchun nimadir qildikmi, davaydi bo'ldi, idealgacha olib borishimiz kerak. Qo'limizdan kelgancha maksimal ideal qilaylik, undan u yog'i bo'ldi. Unda qila olmading bo'ldi, bu yog'iga biz o'rganib kelajakda qilishimiz mumkin. Lekin qo'limizdagi narsani davaydi oxirigacha eng zo'r holatda qilaylik. Shunaqa holatlar bo'lgan, misol uchun, endi bu anaqada ko'riladi. Ba'zi bir holatlarda misol uchun ITda produkt qilganimizda bo'lgan bo'lishi mumkin, remontda bo'lgan bo'lishi mumkin, boshqa narsa, ya'ni ishlab chiqilgan nimadir narsa bo'lsa, yoqmasa, bo'ldi, boshdan qilamiz deyman. Voy, shuncha narsa. Shuncha harakat va hokazo. Bilmayman, yoqmadi. Endi bu meni kaprizim emas. Men shu mijozga maksimal yaxshi narsa bo'lsin deb harakat qilaman-da, tushunasizmi? Endi agar siz misol uchun eng baxtli tadbirkor menimcha, mana shunaqa fikr deydigan jamoasi bor tadbirkor. Endi ularni to'xtatib bo'lmaydi. Bo'lmadi. Men yaxshi. Hamma shunaqa fikrlaydi, faraz qiling. Albatta bu yerda tezlik ham kerak, tezlik ham misol uchun bo'lmadi, siz idealgacha yuraverasiz, lekin bostiradigan odam kerak. Qaysidir nuqtada rozi bo'lmasligi kerak-da, boyagi misol uchun chala bo'lgan narsa bo'lsa, bo'radi emas, yo'q, bo'lmaydi. Day mana shuni idealniroq qilaylik, yaxshiroq qilaylik. Bundan yaxshiroq qilaylik. Mijoz xursand bo'lsin, mijoz rozi bo'lsin degan nuqtagacha olib borish kerak-da. Bu misol uchun servis bo'ladimi, mahsulot bo'ladimi, misol uchun любой sohada. Shunaqa narsani kelgan zo'r darajada qilib berayotgan odamdan odamlar sotib olgisi ham kelaveradi-da. Albatta. Sotib olgisi ham kelaveradi, ishini yaxshi ko'radigan odam bilan ham ishlagisi keladi. E'tibor berganmisizmi, misol uchun Ko'kchida shashlik qiladigan joy bor. Ertalab ishlashadi, a'lo shashlik deyishadimi?
misol 3-4 soat ishlaydi, bo'ldi, keyin ishlamaydi. Bir minta tashkil soat ishlay kerak o'sha payt. Ertalab po'z. Savol, viviska ham yo'q. Qayerdan? Chunki nimaga odamni bor uradi? Ishqoshchilik qilishadi chunki. Chunki ular mehr berib qoladi-da. Bu ishning ustasida ta'mini yorib qo'ygan, joyiga ham qarab o'tirmaysiz. Eski stul, eski boyagi pel bo'lsa ham novcha olib ke, ikkita shashlik olib ke deb yeysiz-da, misol uchun. Somsa ham shunaqa bilsangiz. Zo'r qiladigan joyda shahar chekizib borishadi-da. To'g'risi, ishini yaxshi qiladigan, zo'r qiladigan odam har doim qadrlanadi. Shuning uchun endi ba'zi nuqtada endi bar inson xato qiladi. Ba'zi nuqtada bizda ham o'xshamagan joylari ko'p. Endi qo'ldan kelgancha qilamiz, lekin asosiysi qo'lingizdan kelib turib to'xtab qolmaslik. Keldim, yo'q, oxiriga chiqib qo'ying. Meni yondoshim shunaqa-da. Endi bu kimdir bu fikrga qo'shilmasligi mumkin, bu o'zining shaxsiy fikri, lekin meni yondoshim shunaqa. Ras qildikmi, maksimal yaxshiroq qilaylik. Zo'r. Boshqa zo'r bo'ldi. Endi men bu biznes ochgisi kelmay qolgan odamlarga shuncha ish bor ekan, kengayish bor ekan, shuncha qarz oldinda uni tizimini qo'yish, boshqa qilish degan endi hozir hayol kelgan. Menga shuncha bosh og'riq menga kerakmi? Bunga ham javob bor. Ishimni qilib yuribman-ku degan fikr kelgan odamlarga nima degan bo'lardi? Ishni qilib yurish kerak. Bu to'g'ri gapim yoqmasligi mumkin. Nimaga? Chunki motivatsiya berish niyatingiz yo'q. Yo'q. Hamma ham tadbirkor bo'lishi kerak emas. Hamma ham tadbirkor bo'la olmasligi mumkin. Buni biz qabul qilishimiz kerak. Tushunasiz? Tadbirkorlik ham bu xuddi bir kasbga o'xshataman-da. Tushunasiz? Kasbga o'xshaydi va u kimdir qo'ldan keladi, kimdir qo'ldan kelmaydi va bu normal holat. Agar siz stressga chidamli bo'lmasangiz, bosim ostida ishlolmasangiz, sizga undan ko'ra misol hech kim xalaqit bermasa, bitta joyda o'zingiz fokus qilib ishlash yaxshi bo'lsa, frilanser bo'ling. Agar siz misol uchun jamoani bir qismi bu ishlash zo'r bo'lsa, o'zingiz jamoaga qiymat berayotganingizda maza qilsangiz, korxonada ishlang. Ya'ni uchala yo'l ham qaysidir to'g'ri, noto'g'ri degan narsa yo'q. Asosiysi o'zingizga nima tushishini bilish, tushunasizmi? Endi biz misol uchun boyagi Instagramda ko'ramiz, ko'pincha tadbirkorlar misol o'zining yutuqlarini ko'rsatishi mumkin. Va bizga tuyuladiki, hamma tadbirkor bo'lib ketdi deyish mumkin. Unaqa emas. O'zini ko'rsatmagan millionlab odam ishlab ham baxtli bo'lib yuribdi. Millionlab odam frilanser bo'lib xizmat ko'rsatib ham yaxshi yashab yuribdi. Agar faqat yaxshi daromad tomonlama qarasa, boshqa yo'nalishlarda ham ishlab ham misol yomon pul topish mumkin emas. Tadbirkor bo'lsa ham mana boy zo'r bo'lib ketadi degan emas. Misol uchun shuning uchun yillar davomida ulab yurgan tadbirkorlar qancha? O'zimiz ham shunaqa bo'lganmiz-da boshida. 8 yil. Bu kichkina period emas. Mana hozir savol 8 yilga rozi bo'lgan bo'larmidingiz mana bunaqa yugurishga? Shaxsan mendan sal mundoqroq. Chunki qarzam bo'lgan. Qarzam bo'lgan deb bo'ling. Menimcha men devorgan bo'lardim. Menimcha endi mashitda boyagi esingizda bo'lsa bitta suhbatda gaplashdik-ku. Bu dunyoda sizga siz ko'tara olmaydigan sinov berilmaydi. Bu qoida-da, bu boyagi qonuniyat-da, tushunasizmi? Mana shuni men eshitdim, sal tushundimki, deb qoldim. Menga berilgan sinov, demak, menga mos sinov ekan-da. Shunaqa. Sizga berilgan sinov sizga mos sinov ekan. Va misol uchun birovni sinovini ko'rib menga ham sinov bersin demagan yaxshi. Bilmaysiz ko'tara olamizmi yo'qmi? Yoki ko'tarardim men demagan ham yaxshi. Bilmaysiz ko'tara olamizmi yo'qmi? Asosiysi, menimcha Allohdan so'rash kerak, bizga sinov kelgan paytda o'zingiz bizga boyagi mustahkam iymon bergin, kuch bergin, biz shu sinovdan o'tib ketaylik deb menimcha so'rash kerak-da. Zo'r. Vashcha zo'r. Lekin siz menimcha tadbirkordan sovib qoldingiz-ku. Bitta o'ylanib qoldingiz-da. Yaxshi qilmasammikin deb. Bitta mana emas, menimcha ko'pchilikda shunaqa fikr keldi. Endi biz ham ishlaymiz, unaqa katta ishlamasdik. Unaqa juda katta mas'uliyatda og'ir xizmat ko'rsatishimiz, bizda unaqa pul tomonlama katta risk yo'q-da. Asosan ishimiz, komandamiz bo'yicha bo'ladi. Har doim tepaga qarasangiz o'zingizdan kuchlilar bor-da. Misol uchun, men ham hozir Jahongir akaga, Murodxon akaga qarayman-da. Biz hech qanaqa ish qilmayapmiz deb qo'yamiz. Ularni rostdan buni masshtablar oldi. Men ko'rib havas qilaman. Misol uchun, havasim bor pulda emas, chunki men ulardan-da badavlat, lekin pulni boshqa joydan topayotgan odamlarni ko'rganman. Tanimaysan ularni. Ular yurgan mashinalar O'zbekistonda bitta. Tanimaysan. Misol uchun pul bo'yicha bo'lgan, men ularga havas qilgan bo'lardim. Xo'si? Lekin meni o'zimni havasim
o'sha insonlar keltirayotgan manfaatda qiymat o'ta katta. Misol uchun Murodxon aka biz 2017-yil chiqqanda mediaga, undan keyin karantin davrida ham qancha insonlarni fikrlashni o'zgartirganlar-da. Karantin payti ular qilgan kontent orqali biz ham ozgina motivatsiya olganmiz-da. Mana shu narsa как раз yetmay turuvdi. Mana shu zo'r bo'ldi deganmiz-da. Tushunasizmi? Mana shu narsa misol yoki mana Jahongir akani loyihalarini ko'rib hozirgi mana ta'limdagi loyihalari aytaylik mana Central Asian University men o'sha nimalar qilayotgan bilaman-da. O'sha yerda rektori Kamron aka o'rtoq u kishi bilan gaplashib turamiz. Shunaqa ishlar qilyapti ko'rib boru. Va hech narsa qilmayapmiz bor deyorasiz-da, tushunasizmi? Shuning uchun har doim tepaga qarasangiz boyagi o'zingizdan kuchlilarni ko'rasiz, bu sizga ko'pincha motivatsiya beradi-da. Yana ishlagingiz kerak. Qaraysiz, voy biz hali hech narsa qilmadik. Hali yana ko'proq ish qilishimiz kerak deysiz-da. Hozir shuning uchun misol uchun shu motivatsiya kerak bo'ladi-yu, misol uchun ba'zilar o'zini tengdoshi bilan bellashadi. Men bundan qo'shnidan yaxshi bo'lishim kerak. Men konkurentdan yaxshi bo'lishim kerak. To'g'ri, qaysidir ma'noda biznes bu konkurensiya, sog'lom konkurensiya bu o'stiradi hamma tomonni. Lekin bu narsa hasadga va baxillikka o'tib ketish kerak emas-da. Hasadga o'tdi, siz o'zingizga minus ishlaysiz. Nimaga siz endi qarorlarni esingizda bo'lsa bitta suhbatda gaplashgandik. Nima qilmoqchiligingizni aytib qo'ysangiz, qarorlaringizga ta'sir qilishi mumkin degan gap. Eslaysiz-a? Ha. Xuddi shunaqa. Endi inson agar fokusi hasadga o'tib qolsa, bor kuchi o'zidan emas, anundan yaxshi bo'lishga ketib qoladi. O'zi qolib ketadi endi, tushunasizmi? O'qigan ishlarni qaytaraveradi, lekin o'ziga moslab qo'yapti u ish. Tushunasizmi? Eng yomoni u odam bu bilan konkurensiya qilmayapti-da. Masjidda hamma gap, tushunasizmi? Lekin agar biz tepaga qaraydigan bo'lsak, o'zimizdan kuchlilarga, o'zimizdan karra katta insonlarga. Pulida emas. Pul bo'yicha hozir aytmayapman. Misol uchun o'sha aytgan ustoz tadbirkorlarni ham pulidan ko'ra ularni qilayotgan masshtabi, xalqqa foydasini ko'rib men maza qilaman-da. Odamlarga berilayotgan. Vau deyman-da. Bizga ham nasib qilsin shunaqa ishla deyman-da, tushunasizmi? Qarang, bitta inson qancha o'zgarish qilishi mumkin? Biz Jahongir akani korxonalarida adashmasa 60-70 ming odam ishlaydi, bilasizmi? Bitta shaharcha degani bu. Juda katta raqam. Shahar degani bitta shahar, tushunasizmi? Shuncha inson, bitta inson misol uchun sababchi bo'lib qarang, shuncha inson ishli bo'lishi yoki anaqalar o'zgarish Murodxon aka sabab millionlab insonlar ularning videolarini ko'rib ta'sir olishi, qarang bu impact-da, bu ta'sir-da. Mana shu narsani men o'zimni ichimdan chiqadi, mana shu narsani ko'rib maza qilaman. Inshaalloh bizga ham nasib qilsin mana shunaqa bir xalq uchun foydali bo'lgan ishlarni qilish, loyihalarni qilish, to'bi bizdan keyin ham kelajak avlod eslaganda mana kazzob bo'lgan ekan boru, boy bo'lsa ham deb emas, balki mana kishi pul ham topgan ekan, lekin mana shuncha ishlar qilib ketgan ekan deb yaxshi nom bilan eslashni bari xohlaysizda. Hech kim xohlamaydi, misol uchun mana o'g'ri bo'lgan ekan, mana kayf qilib yashagan ekan, lekin shu xalqqa pulni sovurgan ekan boru, mana bitta bunaqa qilgan ekan, yaxshi emas deb qarang. U odam endi nima deb o'ylaysiz? Haqqingizga duo qiladimi? Ya. Badduo qilmasa hali, ha? Lekin yaxshi duo qilmaydi, lekin yaxshi insonlar bo'lsa, boyagi nima deydi, boyagi faqat o'zining manfaati emas, xalqning manfaatini ko'zlagan insonlar bo'lsa, anaqa qilganda ham baraka topsin deydi, hech bo'lmasa. To'g'ri. O'zi bo'lmasa bolalari baraka topsin deydi. Ya'ni shunaqa ishga sarflagan yaxshi-da. Yana bir suhbatimizda esiz biz aytdik, eng baxtli inson butun bir pul yig'ib, uni o'zi ishlatolmay boshqaga topshirib ketgan inson. Sababi uni javobini u beradi, sarfini boshqa odam qiladi. Chunki mana shunaqa bo'lishdan Xudo saqlasin. Tushundim, aka, tushundim. Siqilib qoldingiz lekin bu suhbatingiz boshqachasiz, lekin siqilib, deb xo'rsinib. Menimcha ko'pchilikni siz boshlasangiz bular holva bo'lib qoladi. Ko'pchilikni xayoliga endi shunaqa fikrlar kelyapti. Endi boshga tushgan ko'z ko'radi, lekin aytganingizdek ko'proq odamga qiymat berish imkoniyati bor. O'zingizni turmush sifatingiz yaxshilab bo'lgandan keyin yana ko'p odamlarga yaxshi imkoniyatlar ochib berish. Qarindoshlaringizga, qo'shnilaringizga, qatta misol uchun. Endi pul bu shuning uchun ham instrument deyshadi-da, aqlli tadbirkorlar. Pul bu instrument deyshadi. Nimaga desiz, любой joyda, любой yaxshi ish qilishingizga eng birlamchi vosita-da. Pul bo'lsa o'sha ishda tezroq bitadi. Tez bitadi, oson bitadi. Maktab qurmoqchi shunday pulingiz bor, shunday maktab qurasiz. Xuddi shunaqa. Klinika ochmoqchi shunday klinika ochasiz. To'siq yo'q, tushunasizmi? Oradagi misol uchun pul to'plash ketadigan yillar vaqtida shunday kesib yuborasiz-da. Pulni mana pul, shunday qo'yasiz, shunday klinika barpo bo'ladi, shundan 100 yillab misol uchun kimdirlar davolanadi. Foydalanadi. Zo'r. Masha zo'r. Xullas shunaqa gaplar. Gaplashsak gap ko'p. Gaplashsak gap ko'p. Nima deysiz? Tadbirkorlik qilamizmi, yo'qmi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. O'zingizda ham boshlab o'sha yana qolgan tadbirkorlikni boshlamoqchi bo'lgan odamlarga tavsiyalaringiz bo'lsa ham albatta izohlarda yozib qoldiring.
Video foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosib qo'yishni esdan chiqarmang. Va o'sha yuqoridagi aytilgan fikrlarga qo'shimcha fikr bo'lsa yozinglar. Ha. Misol uchun tadbirkorlikda qanaqa risklari bor, qanaqa yutuqlari bor, biz bilmagan, biz aytmagan misol. Chunki bu boya aytganimizdek biz o'zimiz shaxsiy fikrlarimiz suhbatda bir-birimizga o'sha savollarimizga javob berib Asror bo'lgan yaxshi suhbatdosh. Siz yaxshi narsalarni aytib berayotgan, Siz yetmasa yaxshi narsa aytib berganingizga men ham ochilyapman-da borga. shunga shunaqa aytmoqchi bo'lganim, shunga siz ham o'zingiz fikringizni yozsangiz, uchinchi suhbatdosh bo'lib, Xudo xolasa o'qib unga ham inshaalloh 500 ming siqib qo'ydi-da hoka odam. 500 ming siqib o'ylantirib. Hali boshqalari bor, keyin zaman aytib beraman-da. Bugungi yetarli. Bugun yetadi. Zo'r. Hammaga rahmat. Sog' Keyingi bo'linglar. yana nima mavzularda yozinglar, gaplashinglar, iltimos, izohlarda yozib qoldiring. Men sizdan o'sha savollarni, o'sha mavzularni olib bu yoqqa yetkazib, o'sha narsalarni kontent qilib chiqamizni ko'ryapsiz. Xudo xolos tashkillashtirib beramiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, charchamaylik. Salomat bo'linglar. Rahmat.